Yaratgan ota-onaga beminnat mehrini berib qo'ygan. Afsus, farzand mehrida esa bu biroz minnatli notalar uchrab turishi mumkin. Qariganlarida aka-ukalar orasida sensalar mensalar. Vaholanki ota-onani ukaga tashlab chiqib ketdimi aka, barakasini ham ukaga qoldirdi, berdi. Ota-ona talash bo'lish kerak. Men shuncha qaradim, endi sen qara emas. Sen shuncha qarading, endi men olib ketib qaray onamni, otamni deyilish kerak emasmi? Ota rozi, Xudo rozi. Jannat esa onalar oyog'i ostidadir. Demak, Allohning roziligini ham, jannatni ham padaringiz, volidangizdan, ularni poyidan qidiring, tashqaridan emas. Nega otang to'ng'iz bo'lsa boylab boq deyilgan? Buyuk zot Isro surasida faqat o'zigagina ibodat qilishimiz barobarida ota-onaga yaxshilik qilishni ham amr etgan. Mana shunday kelgan ikkala oyat ham. Demak, bandalarni ixtiyoriga tashlab qo'yilgan ish emas bu. Xohlasak bajarib, xohlamasak parvo qilmaydigan. Bu farmon yaratganni qat'iy buyrug'idir. Hayotimizda doim turli xil yetishmovchiliklar bor. Bu sog'lik, pul, xotirjamlik va hokazo. Lekin eng og'riqlisi bu mehr tanqislik. Moddiy tarafdan yetarli bo'lsangiz, u qalbingizda muhabbatingiz bo'lmasa, yuzingiz kulsa ham ko'zlaringizda ma'yuslik bo'laveradi. Chunki Robbim bizni shunday yaratgan. Birimiz-birimizga mehr ulashib turishimiz uchun yaratgan. E'tibor bering, uyingiz, pulingiz bo'lmasa ham yoningizda mehriboningiz bo'lsa, ko'zlaringiz charaqlab, qalbingiz butun bo'ladi. Chunki mehr muhabbat hayotimizga mazmun bag'ishlaydigan ilohiy ne'matda. Keling, shu yonimizdagi insonlardan mehrimizni qizg'onmaylik, ayamaylik. O'zimiz va o'zgalarning dunyosini muhabbat nuriga to'ldirib, ushbu Robbimning in'omini ularga hadya etaylik. Axir biz umrimizni chinakam ma'nosini ko'ngil aloqalarida topamiz-ku. Sizni bir chimdim mehringiz har qanday qiyinchiliklarni yengib o'tish uchun ulkan manba bo'lsin. Albatta, eng sof va mukammal muhabbatimiz sohibi bu buyuk zotdir. Siz kim bilan munosabatda bo'lishingizdan qat'iy nazar unutmang, uni ham o'ziga yarasha his tuyg'usi, fe'l atvori, kayfiyati bor. Qabul qiling. Bu haqda unutdingizmi? Kimga qiyin? Albatta sizga. Chunki insonlar turli toifa fikr va tushunchalarga ega. Qabul qila olmayapsizmi? Asabiylashasizda. Nimaga bu bunaqa ahmoq deysiz yoki jirraki deysiz, hayotimda shu inson bo'lmasa-yu deb o'zingizni stressga olib borib qo'yasiz. Bu holatda yana bir bor aytaman, faqatgina sizga qiyin, chunki siz qabul qila olmayapsiz. Siz asabiylashsangiz u nima qiladi? O'zgarib qoladimi? Albatta yo'q. O'zga bir insonni o'zgarishini kutib yashashda o'zi nodonlik. Undan ko'ra, ha endi bu inson shunaqada, fe'l-atvori shu, Alloh insof bersin deb yengilgina munosabat qiling. Hayotni qiyinlashtirishning hojati yo'q. Hamma siz bilan bizning xarakterimizga to'g'ri kelishi kerak deb hayotni qiyinlashtirmaylik demoqchiman. O'zga insonlarni ham sizga yoqishga majburlamang. Farqi yo'q kim bo'lishidan qat'iy nazar. Uni o'zgartirishga, o'zingizni didingizga moslashtirishga yoki bo'lmasam idealingizga yaqinlashtirishga harakat qilmang. Insonlarni qanchalar boricha qabul qila olsangiz, shuncha o'zingizga oson bo'ladi. Texnika rivojlanishi bu juda ham zo'r. Bugungi kunda insoniyatni kosmosga uchib kelishi bir deganda amalga oshyapti. Sun'iy intellekt orqali nafaqatgina bizni yuz ko'zi tuzilishimiz, ko'rinishimiz, balkim bir yaxshigina ishlov bersa, mana shu bizni hattoki nafasimizgacha o'xshatib beryapti. Lekin banda ekamizda qaranglar, mana shu narsani ham yomon tarafini o'ylab topib, endi nima demoqchiman bugungi voqea yuzasidan. Mana yuzimni qo'yib, o'zingizni moddiy manfaatdorligingizni o'ylab, firibgarlik orqali topgan pulingiz nima bo'ladi? Qancha topdingiz? 10 ming topdingizmi, 100 ming topdingizmi? Ertaga 1 million dollar bo'lib sizdan surib chiqib ketadi-yu. Bu dunyoda surib chiqib ketsa-yu, xursand bo'ling, oxiratga qolmasdan, chunki bu hayot va u tugash xususiyatiga ega o'lmasa payg'ambarlar bo'lmasdi. Shuning uchun boshqa gapim yo'q. Yana bir bor hammaga kun xayrli bo'lsin. Azizlarim, yakshanba qalay o'tyapti? Yaxshimi? Ilohim, hayotingiz davomida umringizda baxtli lahzalar ko'p bo'lsin, yaxshiliklar hamroh bo'lsin. Duolaringizni ijobatini shu qadar xayrini ko'ringki, yo Robbim, qachon buni shukrini ado qilib tugata olarmikinman buni deb qalbingiz bilan ichingizdan nur taralib tursin.
sizlarga shunchaki bir qalbimdagi duolarimni, chiroyli niyatlarimni izhor etmoqchi bo'ldim va doimgi bir gapim bor mani. Kim bilandir urushib, tortishib, siqilib, qaysi birdir vaziyat yoki o'tmishni o'ylab, siqilib yashasangiz ham umringiz o'tadi. Har daqiqadan alhamdulillah deb, bu eng qisqa duo aslida. O'zingga shukr deb, xursand bo'lib, baxtli bo'lib, kimdir xafa qildimi, boring, pasholi, kimdandir norozimisiz deb maza qilib yashang demoqchiman.